Assalomu alaykum do'stlar. Shu darsligimda siz ko'rgan mashhur sun'iy intellekt orqali yasalgan videolarni sirini ochaman va sizga shu AI videolarni yasashni o'rgatib chiqaman. Bu hozir men sizlarga o'rgatadigan darsligimning rejasi. Birinchisi realistik rasmlar, ikkinchi punkt reklama va ko'p prosmotrli video yasash, uchinchisi AI content bilan daromad. Endi o'zimni tanishtirib o'taman. Meni ismim Muratov Azamat. Men 2022-yildan beri IT sohasida programmist bo'lib ishlayman va 2024-yilda o'zimni biznesim va kasbim uchun sun'iy intellektni sinab ko'rib, keyin AI sohasini o'rganib kelib, hozir 5 ta proyektni yurgizaman. 2 ta o'zimni, 3 ta boshqa klientlarga video chiqarib beraman. Birinchisidan boshlaymiz. Birinchi punktni ko'ramiz. Bu realistik rasmlar. Bu juda ham kuchli instrument. O'zingizni biznesingiz bo'ladimi yoki Photoshop kerakli joyda 1 minutda zo'r rasm chiqarsa bo'ladi. Men o'zim buni aynan OLX, Instagramlarda tovar sotsam, lekin tovar qo'limda bo'lmasa, shu rasmlarni generatsiyasini ishlataman. Juda ham qulay va yordam beradi. Masalan, shunaqa rasmlarni men Googledan yo Abu Sahidagi поставщиклар menga tashab bersa, lekin buni Instaga qo'yish uchun sal bo'lsa ham ishonchli vid qilish kerak. Buni ko'rsangiz bo'ladi. Buni Instagramga yo boshqa joyga joylashtirsak, bu sotilmaydi, потому что viduxasi uncha emas. Endi buni ko'rsataman. Masalan, men bu rasmni ko'rsangiz bo'ladi. Bu oddiy telefonga olingan, studiyasiz и men bu искусственный intellekt bilan, AI bilan qilingan foto. Bu rasmda bizani kiyimimiz уже manekenda, studiyada olingan va bizani kartochkani qo'yib qo'yganmiz. Bu rasmimizda biz ko'rsak bo'ladi, bizani kiyimimiz manekenda va professional studiyada tushirilgandek. Bu rasmimizni Instagramga bemalol joylashtirsak bo'ladi, chunki sotilish ehtimoli ancha baland. Men hozir telefonda olingan soat rasmini yuklayman va bunga qanaqa prompt beramiz. Shu soat studiyada olingan rasmi. Generatsiyani kutamiz. Bu juda ham tez chiqarib beradi. 5 sekund, 10 sekundda chiqarib beradi. Generatsiya tugadi va ko'rsak bo'ladi, soatimiz zo'r chiqqan. Mana bu asfaltga o'xshagan joyda studiyada olingandek. Xo'p, endi chiqamiz. Realistik rasmlarni ko'rsatdim va o'zingiz ko'rdingiz, AI rasmlar biznes uchun qancha kerakligini. Xo'p, keyingi punktga o'tamiz. Reklama va ko'p prosmotrli video yasash. Ayniqsa sun'iy intellekt orqali video kontent yasash hozir menga eng yaxshi daromad olib keladi. Chunki AI videolar uchun vaqt va pul ketmaydi va любой ideyasiga ko'ra ko'p prosmotrli video chiqarsa bo'ladi. Video yasashni u uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. Gemini'dan Nano Banana уже ko'rsatgandek, bu rasmni biz VO3 ga qo'yamiz, lekin eslatib ketaman. VO3 oyiga $200 turadi akkaunt, podpiska. Lekin sabr qilsangiz, videoni oxirida men shu $200lik podpiskani sotib olmasdan bepul akkaunt olishni oxirida ko'rsatib chiqaman. Hop, hozir bitta video qilib ko'rsataman VO3 da. Prompt kerak bizga. ChatGPT ga o'tib, уже tayyor promptni olib, copyright qilib VO3 ga o'tamiz. Shu joyga qo'yamiz promptni. Endi bunga frames to video qo'yib rasm qo'yaveraman. Shunaqa gorizontalniy formatda qilsak bo'ladi videoni, lekin Instagram uchun portretni qo'ygan yaxshi. O'samiz, shuncha video qilib qo'yganman уже. Ko'rsanglar bo'ladi. Bizani rasm загрузка bo'ldi. Endi shu joyga nima aytishini yozamiz. Misol uchun ayollar kiyimlari do'koni. Men bunaqa ko'ylaklarni Sevda Shop dan sotib olaman. Profilga o'ting. Tayyor, bizani prompt. Generatsiya tugmasini bosamiz. Mana bizani video tayyor bo'ldi. Ko'ramiz. Men bunaqa ko'ylaklarni Sevda Shopdan sotib olaman. Profilga otib, o'zingizga tanlab oling. Xo'p do'stlar, ko'rdinglar, вообще video yaxshi chiqdi. Bizlar hozir o'ylab topgan Sevda Shop даже Parijda уже reklama bo'lib ketyapti, вообще zo'r chiqdi. Endi 3-punktga o'tamiz. 3-punkt bu AI content bilan daromad. Bu degani qilgandek videoni qilib daromadga chiqish mumkin.
Do'stlar, hozir hammasini tushuntirib o'tdim. Siz shunaqa video yaratishni o'rganib, o'zingizni biznesingizga yoki boshqalarga video yasab, daromadga chiqishni xohlasangiz, menda video yasash kursim bor. AI video kursimning ichida siz nimani o'rganasiz? Birinchisi bu bepul VO3 akkaunt qanday olish va ishlatishni o'rgataman o'zim. Ikkinchisi videolarni kachesiyasini ko'tarish. U uchun Topaz Labs kerak bo'ladi. U Topaz Labs ham Google akkauntga o'xshagan $200, $300 narsa. Lekin siz buni bepul ishlatishni o'rganasiz. Uchinchisi ovozlarni tiniqlashtirish. Ko'p videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. AI bilan qilingan videolarni ovozlari tiniq emas va siz yomon ovozli videolarni klientlaringizga sota olmaysiz. To'rtinchisi promptlarni to'g'ri va aniq yozish. Bu juda ham muhim. Kommentariyada plus yozib keting va men sizga kursim bo'yicha ma'lumot tashlab beraman. Hammaga rahmat.